Assalomu alaykum, hurmatli hamkasblar. Chirchiq Selmash mas'uliyat cheklangan jamiyatda ko'rsatyapmiz. Hozir biz o'zimiz mutaxassislarimiz tomonidan ishlab chiqarilgan mana paxta orasiga chop o'qiladigan kultivator. Bu kultivatorning afzalligi traktorga qotirilmaydi. Qachon xohlasa yechib olib qo'yish mumkin, oson ishlatiladi. O'sha kultivator qilgan vazifani hammasini bajara oladi. O'g'itlaydi. Paxtani oziqlantiradi. Yengil yasalganda zamonaviy materiallardan hammasini to'g'irlab, hozirgi kunda ishlab chiqarish yo'lga qo'yib qo'yilgan hammasini. Bundan tashqari mana don paxta o'za qator orasiga don ekadigan selka chiqarganmiz. Pnevmatik bu havo bilan haydab ekib beradi. Yana afzalliklari mana dori beradigan asosan displey qilingan. Displey degani bu o'sha o'g'itda normal holatda tushadi ariqga. Bunker sig'imlari kattalashtirilgan. Bu yoqdan ko'rsa bo'ladi, bu yoqdan oldidan ichida qancha dori bor, mineral o'g'it borligini u yoqdan traktoringiz o'zi nazoratga olib yuradi. Keyin yengil qilingan bu. Keyin buni ishlash prinsipi gidromotordan, gidrosistema, anaqadan ishlaydi. Traktorga shunday ulanganda bo'ldi. Hammasi hisobga olingan shular. 60 sm, 76 sm, 90 sm 3 xil pozitsiya qilsa bo'ladi, yo'qsa bo'ladi mana. Shu afzalliklari shundan iborat hozir. Qulayliklari, endi qulayliklari nima? Paxtani orasiga kiradi, normal yulib ketmaydi. Nima afzallik qilingan bo'lsa, hammasi ishga solingan, shunga qulay qilib yaratilgan. Endi boshqa kultivatorlarni, u kultivatorlar traktorga qotirilgandan keyin uni yechib bo'lmaydi undan. Bitta qotiriladi, shu traktor bilan yuraveradi. Ammo endi yechib boshqa narsa, boshqa agregat taqib, boshqa ishlarni qilsa bo'ladi. Bu 80 ot kuchidan bu yoqqa tortadi. MTZ traktori ham, o'zimiz chiqqan traktorlar ham, yana Xitoydan kelgan traktorga ham mo'ljalladik, uni ham sig'i bo'ladi, tortadi bemalol. 1 yillik kafolati bor, muddati bor. Subsidiya ajratiladi. Hamma sertifikatlardan o'tgan, sinovlardan o'tgan hammasi. Ushbu texnikaga qiziquvchilar bo'lsa, Chirchiq Selmash korxonasiga murojaat qilsa bo'ladi. Aytgan miqdordagisini ishlab chiqarib bera olamiz. Pastiga telefon raqamlariga murojaat qilsangiz bo'ladi.